Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Yana bir mavzu haqida gapirmoqchiman. Mana bugunni eng og'riqli nuqtalardan biri, eng og'riqli mavzulardan biri. Millionlagan yurtdoshlarimiz xorij davlatlarida sarson sargardon bo'lib yurishibdi. Nimaga shunday bo'lyapti? Ko'pchilik yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, ayniqsa meni shu ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganimda tashvishga soladigan narsa, balog'at yoshidagi endi ongi, aqli, tafakkuri shakllanib kelayotgan yoshlarimiz ham orzularda, xayollarda shu chetga ketish, chetda ishlash, chetda o'qish kabi fikrlarni bildirishyapti. Masalan, Shvetsiyadan turib gapirganimda, Shvetsiya haqida misollarni keltirganimda juda ham ko'p yozishadi shaxsiyga. Bizga ham yordam bering, oilamiz bilan ketmoqchimiz, chet ellarda ishlamoqchimiz. Bu albatta buni endi bir ijtimoiy sabablari bor. Shu ijtimoiy sabablarning eng kattasiga to'xtalmoqchiman. Nima uchun bunday? Chunki O'zbekistonda baribir oilalar ko'p bolali, ko'p farzandlarga ega. Ana shu farzandlarni uyli joyli qilish kerak, boshqa qilish kerak yoki masalan bitta oilada 3 ta, 4 ta o'g'il farzand bo'lsa, bo'lak bo'lish kerak, ularga uy-joy kerak, boshqa masalalar. Keling, suhbatimni avvalida Shvetsiyadan misol keltiraman. Faqat bitta iltimos qilaman. Doim gapirsam, mana shunaqa ijtimoiy muammolarni, masalalarni gapirsam, Shvetsiya bilan O'zbekistonni qiyoslab aytsam, buni noto'g'ri tushunmanglar. Sababiki Shvetsiya mana shunaqa taraqqiyotga, infratuzilma borasida, ijtimoiy himoya borasida, boshqa masalalarda taraqqiyotga erishgan bo'lsa, bular ham bizga o'xshagan odam. Bular ham ikkita qo'li bor, ikkita oyog'i bor, miyasi bor. Xullas aytmoqchimanki, biz ham harakat qilsak, siyosiy iroda ko'rsatsak, mana shunaqa taraqqiyotga erishsak bo'ladi. Xullas nima demoqchiman? Shvetsiyada uy-joy masalasi qanaqa hal etiladi? Deylik, Shvetsiya fuqarosi yoki Shvetsiyada doimiy istiqomat qilish huquqiga ega bo'lgan odam, boringki, ishchi vizaga ega bo'lgan, bu yerda ishlovchi odam, o'sha balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, o'sha 1 yillik daromadini ko'rsatsa, navbat bilan uy olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu Forshtaxand deyiladi, ya'ni birinchi qo'l. Bunda Forshtaxand shartnomada hech qanaqa sizda boshlang'ich to'lov, qo'shimcha to'lovlar, bir narsalar yo'q. Faqatgina navbatga turasiz va navbatingiz kelganda o'sha sizga uy berayotgan tashkilot bevosita davlat bilan hamkorlikda sizni daromadingizni ko'rib chiqadi va sizdan o'sha kerakli hujjatlarni so'raydi. Masalan, qayerda ishlaysiz, oxirgi 3 oylik xati, daromadlaringiz, yillik daromadlaringiz va boshqalarni so'raydi va sizga o'sha to'g'ri kelsa, e'tibor bering. Ta'mirlangan, barcha sharoitlari bor, oshxona jihozlari bor. Masalan, gaz plita deymizmi, oshxonadagi o'sha shkaflar, boshqa hammasi va hammom jihozlari, kir yuvish, kir quritish jihozlari, uy to'la ta'mirdan chiqarilgan, yap-yangi, agar yangi qurilgan uylardan olsangiz, yap-yangi uyni sizga birinchi kontrakt sifatida taqdim etadi. Siz nima qilasiz? Bitta chamadon, kiyim-kechak, o'sha oshxonaga kerak bo'ladigan o'sha qozon tovoq deymizmi, shunaqa narsalar va kravat, shunga o'xshagan parda deyish mumkin, shunga oddiy bir maishiy jihozlarni olasiz, kirasiz, yashaysiz. Bu ya'ni Forshtaxand. Yana bir bor aytaman, navbatga turib davlatdan uy olasiz. Bu uy sizniki. Agarda u yerda bir jiddiy bir qonunbuzarlik qilmasangiz, to'polon qilib, bir narsalar qilib, shovqin-suron qilib, janjallar qilmasangiz, o'sha uy sizniki. Siz bemalol umringiz oxirigacha o'sha yerda istiqomat qilsangiz bo'ladi. Endi O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekistonda mana Murad Buildings deymiz, bir narsa Buildings juda ham ko'p endi qurilish tashkilotlari O'zbekistonda. Faqatgina mana City deyapmiz, boshqa deyapmiz, xafa bo'lishmasin mutasaddi tashkilotlar, tegishli organlar. Bu hech qanaqa bir ijtimoiy bir masala, ijtimoiy bir xalqqa yordam tegmayapti, faqatgina biznes qilishyapti. Nahotki ana shu narsani
Mana shu tizimni O'zbekistonda amalga oshira olmaymiz. Birgina ana shu tizimni siyosiy iroda ko'rsatib, masalan, uy-joy masalasi bo'yicha xalqimizga bir ijtimoiy yordam sifatida navbat bilan uy olishni yo'lga qo'yilsa, menimcha millionlagan yurtdoshlarimiz mana chet ellarda sarson bo'lishmasdi. Egallagan hunarlari, tajribalarini O'zbekistonda tatbiq etishardi. Men o'ylayman, juda ham ko'pchilik odamning muammosi mana shu uy-joy masalasi. Agar uy-joy masalasi mana shunaqa chiroyli tarzda hal etilsa, ya'ni davlat o'sha mas'uliyatni bo'yniga olib, qandaydir o'sha olinyapti-ku mana kredit mablag'lari, o'sha kredit mablag'larini mana shu uy-joy masalasiga yechim sifatida ma'lum bir qismini yo'naltirsa, ya'ni insonlarga o'sha navbati bilan uy berishni yo'lga qo'yilsa, daromadlariga qarab, menimcha juda ham ko'p muammolarni oldini olgan bo'lardik. Bu bir albatta tavsiya, maslahat. Mana iloji bo'lsa o'sha tegishli tashkilotlarga deymizmi yoki o'sha qurilish bilan bog'liq vakolatli insonlarga deymizmi, mana shu videoni jo'natib qo'ysanglar, bu bir maslahat, bir vatandosh sifatida, xorijiy tajribani ko'rgan bir inson sifatida bir maslahat. Chunki masalan migrantlarni, chet elga chiqib ketgan o'zbek vatandoshlarni mana shu orqali vatanga qaytishsa, ularga ish topib beramiz, boshqa qilamiz masalasida xavotirga tushmaslik kerak. Nimaga bunday deyapman? Chunki o'sha rivojlangan, taraqqiyotga erishgan mamlakatlarda ishlab yurgan, u yerdagi holatlarni ko'rgan, o'sha u yerda bir ma'lum bir kasb hunarga, bilimga ega bo'lgan vatandoshlarimiz, men o'ylaymanki, O'zbekistonda qiynalib qolishmaydi, o'z yo'llarini topishadi. Ya'niki o'sha uy-joy masalasida men o'ylayman bir siyosiy iroda ko'rsatish vaqti keldi. Yuqorida aytib o'tdim, mana qurilyapti. Murad Buildings dedik, boshqa dedik, o'sha katta-katta qurilish firmalari, boshqa kompaniyalari. O'zingizlar mana vijdonan aytinglar, shu uylar oddiy xalqqa mo'ljallanganmi? Mo'ljallanmagan. Boshlang'ich to'lov falon pul, oylik to'lov falon summada. Buning uchun o'sha bizda o'sha daromad ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Shvedlarni shunaqa ajoyib bir tizimga, ijtimoiy himoya bo'yicha dunyoning yetakchi davlati bo'lishiga juda ham ko'p bir vaqt ketgani yo'q. Arzimagan 30-40 yilda bular shunaqa darajaga erishdi. O'g'rilikni yo'qotishdi, korrupsiyani yo'qotishdi, tanish-bilishchilik, urug'aymoqchilikni yo'qotishdi. Maqsad shu xalq farovonligi. Maqsad shu yerda bir tug'ilgan inson, shu yerning bir fuqarosi o'zini bir ijtimoiy himoyalangan his etsin. Mana ishsizlik nafaqalari bor. Onalarga yordam berishadi. Bolalarning huquqlarini-ku gapirmay qo'ya qolay. Mana shu masalalarda o'ylayman, bir siyosiy iroda kerak deb o'ylayman. Yuqorida aytib o'tdim, o'sha chet ellarda bilim orttirgan, tajriba orttirgan yoshlarimiz, balki mana shu uy-joy masalasiga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz bordir. Moliyaviy jihatdan baquvvat, mana ko'ryapmiz, millionerlar bor, milliarderlar bor. Qolaversa yuqorida aytib o'tdim, aqli zakovati joyida insonlar bor. Mana sizlarga bitta misol aytaman. O'zbek xalqini, o'zbek yigitlarini uddaburonligi, har qanaqa vaziyatga moslashib ketish haqida. Mana Shvetsiyada ventilyatsiya degan soha bor. Shvetsiyaga kelib, qurilish sohasida ishlashni boshlagan yigitlar umuman bu sohadan bexabar bo'lishgan. Nima o'zi ventilyatsiya, qanaqa bu, nima? Shu qurilishda havo aylanish tizimi. Shu, ya'ni bir katta bir binoda havo aylanish tizimi quriladi, shunaqa agregat deyiladi, o'sha turbalar tortiladi. Ya'ni o'sha havo aylanish tizimi shakllantiriladi. Mana shu narsa umuman bexabar bo'lgan shu o'zbek yigitlari, o'zbek hunarmandlari, o'sha qurilishda ishlagan yigitlar, qarangki, ana shu sohani mukammal o'rganib, shu ba'zi o'rinlarda bu sohani katta egalaridan ham o'tib ketib, proyekt lideri deydi, ya'ni proyekt chizadi. Ana shu darajagacha erishgan o'zbek yigitlari bor. Mana shunaqa qanchadan qancha uddaburon, tutgan yerini kesadigan, bir joydan bir o'zini
jiddu jahdi bilan yorib chiqadigan yigitlarimiz, hunarmandlarimiz, tadbirkorlarimiz juda ham ko'p. Agar qanaqadir bir imkoniyat yaratib berilsa, kelajakda biz O'zbekistonni mana shunaqa bir Shvetsiyaga o'xshagan qudratli, aholisi ijtimoiy himoyalangan, tizim shakllangan, korrupsiyadan xoli bir davlat sifatida ko'rishni istasak, farzandlarimiz, nabiralarimiz emin-erkin yashashini xohlasak, shu masalalarda albatta siyosiy iroda ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, kelgusi chiqishlarimizda boshqa yana shunga o'xshagan dolzarb mavzularni yoritishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.